Soha ichidagi inson sifatida bemalol ayta olaman, farzandlar yillab pullarni yig'adi ota-onasini yuborish uchun. Va yuborayotganda havodagi xizmatlarni sotib oladi va u yoqqa borganda ortiqcha to'lovlar qilishadi, noto'g'ri vizalar, undan tashqari haramdan 3 kilometr uzoqlikda mehmonxonalarga tushib qolishadi. Bularni sizlarga turfirmalar reklamalarda aytmaydi. Agar turfirmalar sizlarga bor haqiqatni aytganda edi, sizlar ota-onalarni yuborish uchun 2 barobar kam asab va pul ketkazgan bo'lardinglar. Va men bunga ortiqcha jim qarab tura olmayman. Komandamiz bilan birgalikda O'zbekiston tarixida birinchi marta eng yirik formatdagi onlayn vebinar tashkil qilishga qaror qildik. U efirda nimalar bo'ladi desanglar, 12 ta eng katta yolg'onlarni umra biznesidagi hammasini chizib ko'rsatamiz. Haqiqatni bilish vaqti yetib keldi. Ota-onalarni xavfsiz safarga yuboringlar. Yopiq Telegram kanalini qo'lga kiritish uchun izohga 12 raqamini yozib yuborsanglar, men sizlarga yopiq Telegram havolasini yuboraman.